yerlerde izoleyte oralmak mı Jolan? Yok. Apastik de yok mu böyle? Bir anda kavga vardı şuna ne yapayım? Göne hava var yani. Kum baskana girermişim de yan başta baytılalım. Aslında Leninizm yanmış. Keyin İbyan kırbanı. Oh. İbyan tarafta katta yolda geleverişte görüntü tutup belen kırıp. Ya bir yan baş mektepte baytılamıştım. Yanbaş mektepte. Assalomu alaykum, Sezir Natijno patolog obunachilar. Aziz obunachilar, navbatdagi ishimiz Yanbash Linizm degan adresga keldik. Video mijozimizga Natijno patolog tortish uchun keldik. Aziz obunachilar, video davomida realniy ishimizni qisqacha ko'rsatamiz. Keyin video oxirlarida obzorlarni chasondan ishlab berayotganimizni Natijno patolog bilan hammasini batafsil aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, qani ketdik, videomizni boshlaymiz. Aziz obunachilar, real ishimiz ketib turibdi. Xudo xolasa hozir video davomida o'sha bitganlarni ko'rsatib beramiz. Chasondan ishlab berayotganimizni aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, e'lonimiz bor bizada. Sezir firmada ishlashamiz desangizlar, bizada ish o'rinlari bor. Bo'stonda, Beruniyda 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lganligi sababli endi bizlarga ishchi kuchlari ko'proq kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda mobilograf kerak bo'ladi, ikkinchi dizayner bolalar kerak bo'ladi, uchinchi Natijno patolog ustanovchisine bolalar kerak bo'ladi. Batafsil ma'lumot olamiz desanglar, ekran pasida nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib ma'lumotlarni olaverasizlar. Aziz obunachilar, bugungi mijozimizga Natijno patolog teyinda led освещенияларni qo'yib beracakmiz. Zakaz qildik. Teyinda Natijno patolog teyinda led освещение qo'yib beriladi. Video sonlarında Natijno patolog tartgandan keyin obunachilarimiz led освещениeni ham yoqib ko'rsatamiz. Natijno patologga fotobo'yli zakazlaringiz bo'lsa, ekranning pastida nomerlarni qoldiramiz, ofisning sex nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashaversa, ishonchli, sifatli kelishib ishlab beramiz obunachilarimiz. Görüp turganingizdek, musor tushmaslik uchun tena ko'na patologlar qaqilgan. Sababi tena Natijno patologda musor tushmaydi, shuning uchun toza saqlaydi Natijno patolog. Agar sizlar prama og'achda turgan bo'lsa, Natijno tartadan yeringiz, tena bezmi, falgami tortib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bir de ko'na panellar qaqilgan Natijno musor tushmaslik uchun.
Aziz obunachilar, xudo xolasa bugungi mijozimizni ishini yorug' yuz bilan topshirdik. Kamchiliksiz, dogovorda qanday dogovor qilib ishlangan bo'lsa, hammasini 100% ishini bitirib berdik. Aziz obunachilar, hozir mijozimizni Sezar firma haqida fikrlarini bilib o'tamiz. Necha so'mdan zakaz qilganini hammasini so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum Quronboy, assalom. yaxshimisiz? Yaxshi, xudo shukr. Muborak bo'lsin. Rahmat. Zo'r chiqdi. Sizlarga ham rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Yana shu zakaz berdim, Sezar natijnoy. Ballarga vaqtdan o'tkazmadi, tezda kelib ishni bitirib berdi. Davolliman. Ko'nglimdagidan ham ziyoda kasbimdan kamal topsinlar. Rahmat. Qo'li Rahmat. ko'zi dard ko'rmasin. Hamisha yo'lingiz ochiq bo'lsin. Rahmat. Tapqaningiz to'ya buyursin. Baholarni necha so'mdan zakaz qildingiz? Quronboy? 95 dan kelishdik kvadrat metri. Mana yoqdi shu narsa narxam normal. Hamma narsasi o'zlaridan kelib qistirib ketdilar shu 90. Hech narsa so'ragani yo'q. Shu tanlanvajingiz ishlanatirmi? Boshqa ishga? Yo'q, shu tanlagan narsamiz keldi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat tilayman. Doimo yo'lingiz ochiq bo'lsin. Rahmat. Yo'ldoshingiz haq bo'lsin. Rahmat. Rozi bo'lasiz bergan? Rozimiz, rozimiz. Bo'ladi. Behisob rozimiz. Alhamdulillah. Aziz obunachilar, Quronboy fikrini bilib o'tdik. Yaqinda zakaz qilgan. Aziz obunachilar, bugungi mijozimizda zakaz bo'yicha buyurtma asosida natijali fotolarni ishlab berdik. Hozir video obzorlarimizni ko'rsatamiz. Niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, birdana like bosib qo'yasizlar. Obunachilar o'sha chiroyli, zo'r chiqdi. Tenda led asosiyalarini qo'yib berdik. Natijali fotologga fotoboya zakaz olamiz. Ekranda pastida ofisning sex nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashaversa, ishonchli, sifatli kelishib ishlab beramiz. Aziz obunachilar, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda görüşguncha. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'lasiz.